Siz tez orada Xitoy avtomobilini olmoqchisiz, lekin elektr yoki gibrid qaysi birini tanlashni bilmayapsizmi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Qarang, birinchi bo'lib o'zingizdan kelib chiqib fikrlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan gibrid avtomobil ovoz va uni 250 km masofani bosib o'tishini ko'rsatyapti, ya'ni elektrida. Lekin siz kuniga 150, 100, 200 km yurasiz. Bu degani siz gibrid olgandan keyin faqat to'kida yuraman deb olgan bo'lsangiz, kuniga har kuni zaryadkaga tiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har kuni ishdan kelasiz, zaryadkaga tiqasiz, yana ishdan kelasiz, yana zaryadkaga tiqasiz. Gibriddagi elektrni har kuni tugatib, har kuni zaryadkaga tiqasiz. Hamma qiladigan xato mana shu. Ya'ni gibrid avtomobil olgandan keyin faqat to'kida yuraveradi, zaryadkaga tiqaveradi. Bu degani yonqis tushirib yuboradi. Bu ham xuddi telefonga o'xshagan narsa. Har kuni zaryadkaga tiqaveradigan bo'lsangiz, yonqis tushishiga sababchi bo'ladi. Gibrid avtomobil oldinglarmi, asosan gibrid rejimda yurish kerak. Endi elektr oladigan bo'lsanglar, shahar ichida juda ham zo'r variant. Sababi gibrid rejimda ikkita motor, ikkita bosh og'riq, motor, moy, filtr, passiyani qarab yurish kerak, 95 benzin quyish kerak bo'ladi. Elektrda u rasxodli yo'q, shunda to'kka tiqib yuraverasizlar. Lekin elektrni olib uzoq yo'llarga, viloyatlarga passiyani qatnaydigan bo'lsanglar, bu ham xato bo'ladi. Sababi uzoq trassada maksimal bosib haydaydigan bo'lsanglar, qancha tez haydasanglar, shuncha tez zaryadni yeydi. Undan ko'ra uzoq yo'lga gibrid olganinglar yaxshi. Shunda xulosa nima bo'lyapti? Shahar ichida ishga, uyga, o'tga-bo'tga borib yuradigan bo'lsanglar, probkalarda yuradigan bo'lsanglar, elektr zo'r. Agarda viloyatlarga qatnaydigan bo'lsanglar, ko'proq uzoq yo'llarga yuradigan bo'lsanglar, gibrid zo'r. Kontentimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamanglar, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bu bizga motivatsiya beradi va yana shunaqa foydali ma'lumotlarni qo'yib borishimizga sababchi bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.